Navbatdagi Cobalt avtomobilimizga TS CC3 monitorlarni tepada turadigan variantini o'rnatib berganmiz. Qaranglar. Akkuratni chiqadi. Ramkalari ham zavodskoy bo'lib chiqqan. Zazorlari birga bir keladi. TS CC3 zadniy kamerasi bilan o'rnatilgan. Zadniy kamerasi zapis ham qilyapti. Xo'p, undan keyin polniy salon matvi akoprint qilib berganmiz. Akoprint monitor ramkalari, pechka deflektorlari, ko'ryapsizlar. Malibu 2 bar ustki qismi hamda ruldagi detallari, ish yopishkadagi detallarni ham qilib berganmiz. Undan tashqari o'zlarini zavodskoy rullarini kojinli qilib, kruz kontrollarini aktiv qilib, akoprintlarni ham qilib o'rnatib ishlatib qo'yganmiz. Malibu 2 barlar o'rnatilgan. Xo'p, ruchnoy tormoz original ovozsiz, podsvetkali birizovoy qilingan, primer rычagi bor, zaryadka hammasi ichida, zazorlar ham birga bir keladi. Ishi sifatiga prosta baho beraverasizlar. Magikar o'rnatib berganmiz, start stop o'rnatib berganmiz, eshigidagi obshivkasidagi materialli chasti bo'ladi, kojinli qilib berganmiz, salon podsvetkalar ham qilingan. Xullas, bu avtomobilimiz tayyor. Krugovoy tonirovka, laminatsiyalar ham bor. Okamlar yangi mashina olib kelib, mana shunaqa akkurat navrotlarni qildirib, maza haydab yuribdilar. Xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bizga Max Tuningga murojaat qilaverasizlar. Ishinglarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizdan kuzatib boringlar, bizdan uzalashmanglar.